Sen kimsan? Aka uxlab qolma, eshik ochib tushib qolay. Men sana jo'di keldi deylanma. Tushuk bilay. Yemeysan? Yo'q, yemayman. Telefon bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'rayev Ixtiyor Baxtiyorovich kim? Menman. Sizni bog'chaga o'chirsiz keldi. Bog'chaga o'chirtim keldi? Ha. Qachon qo'yilgan u? 1990-yil. Kechirasiz, kim qo'ygan meni bog'chaga o'chiribdi? Bilmadim, endi oyis qo'ygandir, adres qo'ygandir. Nima emish? Ha, nima o'ylayapsiz? Bog'chaga o'chirdim kelibsan, tushunyapsanmi? Bog'cha pam qanayapsan? Ana. Alo. Atkaz beramiz endi. Nima qilamiz? Ishlik odamman, bu avtobus haydayman. Shuncha yildan keyin ham chiqadim, 36 yil bo'libdi, o'chirib qo'yganmiz. Qo'yman bilmasam, endi men ham bir oddiy ishchiman. O'g'ilcham borsam bebaymi? Yo'q. Mayli, endi atkaz berasiz, endi iloji yo'q bu. Nima atkaz qildingiz? Bo'lavermasmi? Bog'cha mazza-ku. Borgim keldi meni ham. Mana bu kreditlardan, dunyo tashvishlari, ro'zg'or uylovlari, ko'p narsadan qutulib ketgim keldi. Lekin ko'p narsa to'g'ri kelmaydi-da. Nima to'g'ri kelmaydi? Tushunmayapman. Garshakka qanday o'tiraman? Assalomu alaykum aziz Zarxal restoranining kuzatuvchilari. Bugun 2-may, Zarxal restorani 1 yoshga to'ldi. Biz Zarxal restoran tashkil qilganimizga ro'porosa 1 yil bo'ldi. Lekin aslida biz restoran sohasiga, kafe sohasiga kirib kelganimizga naq 3 yil bo'ldi. Assalomu alaykum yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum. Aka qay paytlar kelasiz bu yerga? Har hafta yakshanba kuni shu yerdaman. O'lmasjon, qara, har hafta yakshanba kuni kelayotganlar. Somsagaki? O'lmas somsagaki. Bu videoni jo'ralar, jo'nataveringlar, zagrushkadan kelsin somsaga. Dahshat somsa. Uzr. 1.7 taka kelasa mana 3.7 yozilgan. Payshanba somsa mana. Bo'ldi, kelib o'tirma, yeb bo'ldik. Ushbu Vine videomizda Ixtiyor aka bilan o'z jamoasidan olingan restoranimizdagi ilk reklama videosi bo'ladi. Bu uchun Ixtiyor akaga hamda jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Shu kunga kelib, Zarxal restorani Instagram platformasi siz obunachilarning qo'llab-quvvatlashlaringiz sababli 70 mingdan oshiq o'z obunachisiga ega bo'ldi. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Bizning Instagram hamda Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ushbu videoni barcha yaqinlarga yuborib qo'yamiz. Zarxal yurakda qoladigan tam. Aka blokirovka deyapti, lekin ichiga puli bor. Keyingi safar to'layman-a? Uka, meni tanimaysanmi deyman. Hammaga karta ordiraman, iloji yo'q. Ha, endi nima qilamiz? Kelikdan to'la, kelik bor-ku. Ha. Zarajon o'chib qoldi-ku bu. Men senga zaryadchik beraman. Mana. Ha. Bolam tez yuraylik, kech qolyapmiz, ishlarimiz ko'p. Xo'la bu sizning ishingiz bilan bizning nima ishimiz bor? U karta o'rilyapti. Ha, bo'lgandir. Qani? Ha. Klik programmam yo'q-ku. Play Marketdan ko'chirib kutib o'tiramiz. Ha. Megabaytim tugagan-ku. Men senga tochka yoqib turaman. Davay. Ha. Hozir ko'chyapti. Mike 93lik nomerda kod kelmayapti. Men sim kartani qo'y, uzmobay. Telefonni o'chirgan kalchasi yo'q-da. Kal. Aka shu keyingi safar to'laymi, ochayotmaylik shuni. Qalay, hozir qalay, ol ba, kalit mana, ol, sika almashtir. Hozir to'laysan. Tezlash. Odamni kutib qolgan shuncha odam. Odam podonmas ekansiz. Bir safar qo'yorsangiz o'lasizmi? Mana. Ochilgan eshikda tushib qolaman. Qarasam, odamlarda pul bor. Belgisi kelmayapti, qa. Mana ofisga keldim. Mana furaga video qildim. Mana vizalar, o'sha vizalar. Tekshirishga keldim mana. Kecha juma kuni 15 ta odam uchib ketdi. Mana aka, mana ustiga ko'rsating, mana 365 kunlik multi bu. Mana sanasi 25-martdan o'zi vizasi ketgan. Bular ham erta bu hafta uchayotgan odamlar. Ay, ishonmaganlar, mana viza, bir sol viza. Inson. Baliqmi? Baliq. Yevring, yoqim ishtaha. Yutami? Yo'q. Qancha oldingiz? 50 mingga. Yo'q, 50  50 mingga baliq yopsizmi? Aha, nima qilgan, nima bo'ladi? Pulni qayerdan oldingiz? Pulni qayerdan oldingiz? 50 mingga baliq yopsizmi? 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 50
pulni o'g'irladim. Yo'lovchilardan o'g'irladim. Yaqinroq turgan ekan pik vaqti edi. Kissasidan olim bilmay qoldi. Yo'q, hazillashmang, to'g'ri gapiring. O'zing ham to'g'ri savol bermayapsan-da. Ishlayapman mana, o'ylik bo'laman. Yo'q, oylikka baliq yemaslarki, yo naq pul olibsizlarmi? Naq pul qanday olaman? Kamera bo'lkan. Liklar tagan o'qi. Tamom qilgan. Yesam ham dangasini. Yevring o'zi nima qoldi? Bo'lmasa qaramay tur, uka, iltimos. O'ylikka qarab yo'q. Xabar tur yeb olay, ukajon, iltimos. Probka qolib ketdik, yonmadim. Abi vaqtim o'tib ketdi, probka qolib ketdik. Bo'lmasa menga ham zarur emas, hamma go'zal. Qorni og'riq bo'lib o'ylama qachon bilsam, bak hamma qarab o'tir. Xo'p, yevring, oylikka qarab o'tiraman. Ketdi, xudoga shukr. Bemalol yeyman. Nima qilyapsan bu yoqqa? Aka, bir marta bilsam, adashib bilsam tushib ketmadi-ya baliq. Ye desam yemayman. Sumsilik qilib olaman, pul yo'qmi? Ana orqadagi Husan, oldindagisi Hasan. Karta urmay tushsang, Husan deydi, keyin Husan ketimizdan qo'yish boshlaydi. O'sha uchun o'rta eshikdan qochamiz. Ikkayim bilmay qoladi. Hasan, mana senga. Bu Husan, bu Hasan. Sen kimsan? Men Zuhraman. Qolaman hamman. Hammang karta urasan. Qochaman deb o'ylama, atrofga qara. Men Fatmaman. Zoir. Yaxshi ushlab turinglar. Fatima zerikma, men shu bo'yog'idan solaman, zerikma. Karta urmaysan? Bular nechta o'zi? Bilmayman. Ko'p ekan bular. Karta urmasa ilojimiz yo'q. Assalomu alaykum Shopir aka, charchamayapsizmi? Unga qarang. Ikki ko'zi oldagi qizga. Eskidan bekorga aytilmaganda, o'yinchidan xotining bo'lmasin, shopirdan ering bo'lmasin deb. Avtobuschilar aytmagan eskilar, boshqa shopirlar aytgan. Assalomu alaykum do'stlar, yana bitta chiroyli xabar aytaman. Toshkentga avtobusdagi ishchi olinadi. Shopir kerak. Bu masalada avtosof boshlig'i Islom akaga savol beramiz. Islom aka, oyliklar haqida gapiringiz, qancha oylik oladi o'zi kiritgan shopir? Assalomu alaykum. Men Islom Yodgorov, Toshshahar Trans aksiyadorlik jamiyati 1-avtobus saroyi filialida avtosof boshlig'i bo'lib lavozimda ishlayman. Hozirda haydovchilarni ishga qabul qilyapmiz, olyapmiz. Haydovchilar 10 milliondan 15 milliongacha oylik maosh olyapti. Agarda viloyatdan keladigan haydovchilar 15-20 kishi bo'lib, bitta jamoa bo'lib keladigan bo'lsa, biz bitta yo'nalishni biriktirib berishimiz ham mumkin. Bitta guruhga qilib. Tushuninglar, 15-20 kishi bo'lib kiradigan bo'lsalar, bitta marshrutni beraman deyaptilar. Misol uchun Buxorodan kimdir kelayotgan bo'lsa, 20 kishi bo'lib kelsa, bitta marshrutni oladi, bitta zimli, hammasi bir joyda odamni bitta marshrutda ishlayveradi. Shunaqa deyilyapti. Ular yotishi uchun yotar joy qilib beralasizmi? Obshitami? Agarda shu aytganimdek shu 15-20 kishi bo'lib keladigan bo'lsa, yotar joy bilan ham ta'minlab beramiz. Boshqa joylarda $400, $500 kvartirani turib yurgandan ko'ra, tekin joyda turib yurgan yaxshi. Oylik cho'ntakka qoladi. Zo'r. Hozirgi kunda hamma avtobuslarimiz zamonaviy, yangi avtobuslar, yangi elektrobuslar kelyapti va kelishni davom etkazadi. Bir kun ish, bir kun dam. Bitta avtobusga ikkita haydovchi biriktiriladi. Shu hisobda 15 kun ish kuni hisoblanadi. Oyliklar mana hozir aytganimdek 10 milliondan 15 milliongacha olyapti haydovchilar. Mana o'zingiz ham haydovchisiz bir necha yildan beri. Zo'r. Oylik masalan 15 kun ishlayman, bir kun ish, bir kundan mazza qilib ishlayman. Avtobusda yangi eski avtobus yo'q. Mazza qilib ishlaysiz. 12 million, 11,5 million menga chiqyapti misol uchun. Zo'r oyligi. Yana savollar bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, men Islom akadan so'rab javob aytaman sizlarga. Bemalol kelinglar, ish bor, ish bilan ta'minlaymiz xudo xolisa. Kimdir ish izlayapti, D kategoriyasi bor, yotibdi uyda. O'sha uchun yetib borish kerak. Lakni bossangiz, o'sha biratanga yetib boradi. Rahmat. Puliter chiqdim shopirga, zo'r bo'ldi bu reysimiz, o'xshadlik. Ha, sen zo'r ishlayapsan, gap yo'q. Boshliq. Qanday, normalmi? Senda stajyor bor ekan-a? Ha, boshliq mana. Ha, yaxshi. O'tda avtobus hayda.
Davay, hayda. Qanday yonardi? Devona, yon o'tiribdi-ku, hayda. Mana buni Scorseo'da. Divona Skorska turibdi, hayda. Senga berilgan bir bo'ldi. Nima qilibdi bu? Hayda, gazni bos. Gaz qaysi edi? O'rganib ketadi. Tortib ketadi. Bola basharasi aytib turibdi buni. Hayda, bo'l. U tortib ketadi bola. Bir endi plan tushunasizki, pul yig'ish konduktorim yo'q. Stajyorni ham bir ishlatasanmi? Bir marta bizga tushuncha bersang bo'lmaydimi? Aka tormoz bosaymi? Signal bos, odamlar qo'ysin. Yurgan yo'q-ku, mo'l. Mervollarim, nihoyat tayyor bo'lib, video o'tkazsang, bu video hammaga kerak. Trassa 5 ta 2. Mana bu ofis kuni bilan ishlaydi. Hozir biz Farg'ona bilan Toshkentni ochdik. Sekin-sekin 12 ta bo'lyapti. Hammasini ochamiz. Sinash uchun telefon qilib ko'ramiz. 5 ta 2. Men Farg'ona ketishim kerak. Beshariqqa. Sergeli mashina bozor oldida turibman. Soat 5 ta kerak. Xo'p, rahmat. Xo'p, salomat. Tayyor hammasi. Bo'ldi. So 5 ta kelib men olib ketadi. Qani bizga taksistlar kerak. Bekor yurganlar telefon qilinglar, shappa ulan bo'lasizlar, mazza qilib ishlayverasiz. Zo'r bo'ladi. Bayroqlarning turishini qarang. Trassa 5 ta 2. Ana orqadagi Husan. Oldindagisi Hasan. Karta urmay tushsang, Husan deydi, keyin Husan ketimizdan qo'yish boshlaydi. O'sha uchun o'rta eshikdan qochamiz. Ikkalay bilmay qoladi. Hasan, mana senga. Bu Husan, bu Hasan. Sen kimsan? Men Zuhraman. Solaman hamman. Hammang karta urasan. Qochaman deb o'ylama, atrofga qara. Men Fatmaman. Zoyir. Yaxshi ushlab turinglar. Fatima zerikma, men shu bo'yog'idan solaman, zerikma. Karta urmaysan? Bular nechta o'zi? Bilmayman. Ko'p ekan bular. Karta urmasa ilojimiz yo'q. U 100 ming bo'lim mana. Aka, men sizni tondim. Men sizga obuna bo'lganman. Rahmat. 100 ming bo'lim mana. Mani peshxod ustiga tushirib ketasiz. Men dom to'g'risidan tushib qolaman. Oting nima? Begzod. Begzod? Ha. Shu qo'y. Bitta sani obunang bilan men yulduz bo'lib qo'ymayman, tushundingmi? Shu qo'y. Shu bir akamiz. Mana, atpiska qilib tashladim. Oching eshikni. Shu qo'y. Qaytib qarang ko'rsatma. Birinchi to'xta, bakka. Birinchi obuna bu. Abrona shu o'tirgan ekaning-ku. Men senga obuna bo'lmayman. Sen kibrsan. Bakki. Menga aytibsizmi aka? Avtobuschi deb yoz. Sразу obuna bo'lmanga. Davay, tezlashtir. Tushiraveram bo'lsa. Bo'la akajon. Bo'ldi. Men hovlim Qizil darvoza. Xo'p bo'ladi. Kallangizga uraysiz-da. Mana uni qara. Qora kalga o'tgani o'qib bilan tikkan. Ro'za tutgan-ku bizlar. Nima qilasan qizga qarab? Og'iz ochdik-ku. Bir o'qisang o'tib ketak shu ro'za oyi. Voy mani aka hollari. Ibi? Yordam kerak emasmi? Ibi? Ha, uka, yordam kerak emasmi? Ozgina qoldi. Qo'lga tushadim. Qochdim. Чуть-чуть осталось, чтобы вы поймали. Yo'lovchilar yana bir sabrini sinab ko'ramiz. Hurmatli yo'lovchilar, hozir 45 minutda qaytaman. Ketib qolmaylar lekin. Ketsanglar ham karta olib ketinglar. Assalomu alaykum. Kechirasiz, men adashib kirdim. To'xtang, to'g'ri keldingiz, keling. Ha, nima bo'lyapti? Fachizroq gapirasiz, avtobusda odamlar o'tiribdi, xo'p.
Yaxshi. Gullarimiz 450 mingdan sotganmiz, 180 mingdan sotilyapti. Gulsizlarimiz 300-350 mingdan sotilgan, 130 mingdan berib yuboramiz. Ramazon aksiyasi xohlaganingizcha topib beramiz. Yo, yaxshi, men nima qilay hozir? Siz Instagramingizga qo'ying shuni. Siz men obunachilarimni taniysizmi? 93 ming hammasini taniyman. Yo'q. Siz odammisiz? Bir hafta o'zi odam kutib o'tiribdi. Men ham o'qishga borishim kerak. Nima qosib o'tdi? Bor, avtobusga bor. O'tib o'sha kutib o'tib, soqqol ishmi? Sen maktabga bilarmi shunda? Bor, o'tib. Karta o'rdingmi? Bor, karta o'rib, bor. Bor, karta o'r, bor. Mana bular 100 mingdan ko'rish maktablarga zo'r ketadi. Hozir 1062 telefondan shuncha odam avtobusda kutib o'tiribdi. Bu kishini reklama olib yuribdi. Yaxshi, zo'r. 130, 180. Hozir obunachilarni bitta aytaman. Avtobusga chiqing. Karta olib chiqing lekin 1700 so'm. Aka, skidkalarimiz 17, 18, 19-mart kungacha etasiz obunachilaringizga. O'zim bilaman nima deyishdi. Avtobus sirtda. Zo'r deb bizlar yo'lovchilar zo'r odamlarda. Manzilni aytmadingiz-ku, Sumash to'g'risida yuksalish dom. Ha. Yo, aytdim nima qilaman? 13 ta bilan bir avtobus odam olib kelaman. Obunachilar hammasi olib kelaman. Hurmatli yo'lovchilar, kutib qolmasam 45 minut turdim, 40 minutda qaytdim mana. Ana bu yerda suv tekin jaluzilar bor ekan, tez kelib olib ketmasanglar voy, firmachilar eshitsa hammasini qurilishlar olib ketib qoladi. 100 ming so'mdan ekan, bosish kerak tamom. Reklamaga 1-2 so'm pul oldim, lak bo'lsa ko'rasizlar. Avtobuschilar diqqat bilan eshitinglar, xabarda kuchiga iti. Bolgariyadan odam kelgan, 100 ta vakansiya olib kelgan o'zlari. Ishchi olib ketishlari kerak ekan. 2,5 yevrogacha oylik. Dollar emas, yevroda. 12 ming emas, 14 mingga ko'paytirasiz. 35 million oylik beryapti. Shunga shu oylik avtoslesar, avtoelektrik, avtomexanik, fura haydovchilari, avtobus haydovchilari. 5-6 mart kunlari mana bugun erta suhbat qilib o'zlari rus tilida suhbat bo'ladi. O'tib ketsa bo'ladi bemalol. Bolgariyada bitta baratan yuribdilar, biz gaplashib turibmiz, ismlarini aytmayman. O'sha Ilhom aka aytayaptilar, zo'r deyaptilar. 4 kishiga bitta mashina berib qo'yibdi, karta berib qo'yibdi deydilar. Ana yoqilg'uvchi. Biz to'ldiramiz, yoqilg'ini borib kelaveramiz, ishga borib kelish uchun mashina berib qo'yibdi deydilar. Zo'r sharoit, yotar joy zo'r. Hamma sharoit bor. U yoqda shopirlarni mamlaqa qilayotganlar, paypaslar buni bosish kerak, bosadigan joyi kelibdi mana. Men ham ketaman. Faqat tezlashtirish kerak. Menga chiqinglar, men o'zim sizlar bitta ma'lumot yetkazaman. O'sha uchun baraman lakni bosing, bu video kimgadir borsa, kimdir izlab yuribdi-da, shunaqa xabar. Fondagi muzikachaga aytib beragan. Hozir yo'lovchilar yana bir sabrini sinab ko'ramiz. Hurmatli yo'lovchilar, hozir 45 minutda qaytaman. Ketib qolmaylar lekin. Ketsanglar ham karta olib ketinglar. Assalomu alaykum. Kechirasiz, adashib kirdim. To'xtang, to'g'ri keldingiz, keling. Ha, nima bo'lyapti? Fatizroq gapirasiz, avtobusda odamlar o'tiribdi, xo'p? Yaxshi. Gullarimiz 450 mingdan sotganmiz, 180 mingdan sotilyapti. Gulsizlarimiz 300-350 mingdan sotilgan, 130 mingdan berib yuboramiz. Ramazon aksiyasi xohlaganingizcha topib beramiz. Yo, yaxshi, men nima qilay hozir? Siz Instagramingizga qo'ying shuni. Siz men obunachilarimni taniysizmi? 93 ming hammasini taniyman. Mana bular 100 mingdan ko'rish maktablarga zo'r ketadi. Yaxshi, zo'r. 130, 180. Hozir obunachilarni bitta aytaman. Avtobusga chiqing. Karta olib chiqing lekin 1700 so'm. Aka, skidkalarimiz 17, 18, 19-mart kungacha etasiz obunachilaringizga. O'zim bilaman nima deyishdi. Avtobus sirtda. Zo'r deb bizlar yo'lovchilar zo'r odamlarda. Manzilni aytmadingiz-ku, Sumash to'g'risida yuksalish dom. Ha. Yo, aytdim nima qilaman? 13 ta bilan bir avtobus odam olib kelaman. Hurmatli yo'lovchilar, kutib qolmasam 45 minut turdim, 40 minutda qaytdim mana. Ana bu yerda suv tekin jaluzilar bor ekan, tez kelib olib ketmasanglar voy, firmachilar eshitsa hammasini qurilishlar olib ketib qoladi. 100 ming so'mdan ekan, bosish kerak tamom. Reklamaga 1-2 so'm pul oldim, lak bo'lsa ko'rasizlar. Assalomu alaykum aziz Zarhal restoranining kuzatuvchilari. Bugun 2-may, Zarhal restorani 1 yoshga to'ldi. Biz Zarhal restoran tashkil qilganimizga ro'porosa 1 yil bo'ldi. Lekin aslida biz restoran sohasiga, kafe sohasiga kirib kelganimizga naq 3 yil bo'ldi. Assalomu alaykum, yoqimli Mustafa. Assalomu alaykum. Aka, qay paytlar kelasiz bu yerga? Har hafta yakshanba kuni shu yerdaman.
O'lmasjon, qara, har hafta yakshanba kuni kelayotganlar. Somsagaki? Somsagaki? O'lmas somsagaki. Bu videoni jo'ralar jo'nataveringlar, zagruzkadan kesin somsaga. Dahshat somsa. Dahshat somsa. Uzr. 1.17 taka kelasa mana 3.7 yozilgan. Payshanba somsa mana. Böyle kelib o'tirma, yeb bo'ldik. Ushbu Vine videomizda Ixtiyor aka bilan o'z jamoasidan olingan restoranimizdagi ilk reklama videosi bo'ladi. Bu uchun Ixtiyor akaga hamda jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Shu kunga kelib, Zarxal restorani Instagram platformasi siz obunachilarning qo'llab-quvvatlashlaringiz sababli 70 mingdan oshiq o'z obunachisiga ega bo'ldi. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Bizning Instagram hamda Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ushbu videoni barcha yaqinlarga yuborib qo'yamiz. Zarxal yurakda qoladigan ta'm. Ha, shofir aka, bugun ishmi? Yo'q. Bugun damdami? Mana ishlab yuribsiz-ku. Ha, ko'rib turibsan-ku. Aka bu 13 tami? 14 bu, 14. 13 ta yozilgan-ku. Ha, böyle ko'rib turibsiz, o'qidi shuni nima qilasiz so'ra, bu ishtami dedi. Ha, to'g'ri. Assalomu alaykum. Assalomu. Voy yuragim. Ey, Shopir, keling. Doktorga olib bormani. Yur, skor chaqir. To'xta. Karta urdingmi? Kartani nima qilasiz? Yuragingiz masasi yo'q, yurmasa doktorga yetay. Ey uka, yurakni qo'y, yurak o'z yo'lida. Kartani ur, oylik chiqmayotmasin, shu oylik shunga bog'liqda, uka. Gap yo'q, aka. Shu uraman shu kartani. Shu yurakdan afzalmi o'sha? Shu birinchi o'ringa shu turibdi. Beli yuring. To'xta. Yana nima? Ukajon, menga ham urvar, iltimos. Asl shopirkisiz. Ha, endi avtobusdan tushishimizga to'lab tushish kerak-da. Urvar ukajon. Nima unjasizlar? Biz mana ikkinchi odam. Ana, yuring. uka, rahmat uka. Yurak o'tamanda aka. Beg'im ikki o'g'im o'rib. Aka, ana telefon olib ketdi, olib bering, men o'sha o'tiribdi-da, bu yiqilaman biz. Telefonni olib bering aka. Mana, hozir chiqsa menga ham karta urdirasan. Boshqa qiladigan ishim yo'q mana. Menga qara, har xil odam bor endi qara. Ukajon, shu kishiga ham karta urib yuboring, iltimos. Qochinga nima emas sizga? Bankim bormi? Siz qanday kasal pasalmassiz? Alaykum zakonim sizlar. Короче, bitta narsani bilib qo'yinglar hammalar. Mana bu kibr jinoyat juda yomon rivojlanib ketdi. Mana internet magazindan misol uchun bir narsa ko'rdim-da, mana trenirovka qiladigan, mana 4-5 ta usullarni nima qiladigan, press, qorin, bir narsalar ishlaydigan bir apparat ko'rdim-da, shuni zakaz qilaman dedim. Boshida menimcha pul to'laysiz, borganing qolgan pulni to'laysiz. Xo'p dedim-da, mana berib yuborimda, katta odam meni qarangda, adashib o'tirganimizda. Yo'qda boyagi 2,5 million pul tashlaganman. Yo'qda endi bu. Boyagi ichki ishlarga topshirdim. Ichki ishlardagi akalarim borib ko'rsak bir oddiygina mana obodonlashtirishda ishlaydigan bir opani kartasi ekan u. Sizdan gaplashdim, mana shu kartani tashlasiz, u bo'lsam, men bilmayman deydi. U opa ham bilmaydi. Shu darajada rivojlanib ketgan bu kibr jinoyat. Qarang, bir obodonlashtirishda ishlaydigan bir opani kartasini menga qanaqa qilib bu menga tushib qoldi bu karta. Sizlarga bitta maslahatim, hozir qilinglar bu ishni. Maygodan o'zlaringizni kredit olish nimalaringizga taqiq qo'yinglar. Hech kim kredit ham ola olmaydi shunda. O'zlaringiz qachon kredit olmoqchisizlar, ochasizlar, kredit olaverasizlar. Mana shu narsani hozir qilinglar. Maygodan qilingan juda oson qilinadi bu narsa.